Bo'ka tumani Bo'stonda Tuyabog'iz mahallasida Toshkent Begod trassani bo'yida deyarli 6 sotik bo'lgan uyimiz sotuvga qo'yildi. Bu uyda tadbirkorlik uchun to'g'ri keladigan uy, sababi katta yo'lni bo'yida joylashgan. Yana bitta joyi, Begovodda Tojikiston bilan tamojni bor, Tojikiston mashinalari ham shu yo'ldan o'tadigan joy. Taxminan 400 metr pastroqda sezonda tarvuz, qovun, meva-cheva sotadigan joylar bor. Toshkent Begod trassasining bo'yidaligi uchun uyingizdan hech bo'lmaganda ayron sotib ham tirikchilik qilsa bo'ladigan joy. Uy aylanasiga devor bilan o'ralgan. Hovlida mevali daraxtlari bor. Bu tomonda hammom joylashgan. 2 xona yangi, 2 xona uyi bor. Bu uy asosan tadbirkorlikni tushunadigan, tadbirkorlik qilaman deganlar uchun to'g'ri keladi. Yo'lni bo'yidaligi uchun. Uyda kadastr hujjatlari bor. Bu uyda birinchi videosi chiqqanda YouTube'ga 30 mingga qo'yilgan. Hozirgi kundagi narxi 21 ming so'rashyapti. Kelishadigan joyi bor. Uy egalarining nomerlarini yozib qo'ydim. Telefon qilib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.